Adajon, kechga nima ovqat qilay? Nozigim, nima bo'ldi? Parchalam! Nima bo'ldi? Sen hech narsa qilmadimi, Nozigim? Ha? Yo'q, qornim ozgina tegib ketdi-da. Endi sizni ozginangiz ham anchaginadek kelin. Qarang. Xafa bo'lardi deb ham o'ylamaysiz, ada? Hozir Metal Martga shunday telefon qilaman, 2 soatga qolmasdan yangisini o'rnatib ketadi. To'g'ri, sen tanishing ko'p. Chunki boshingga ko'p tushganda singan ko'p narsa. Chaqir! O'ydali, chiroyli chiqdi. Uni nomini nima deding, kompaniya? Metal Mart. Nima? Metal Mart, ada? Ey, kelin siz suyanmasdan o'tib ketiring. Ehtiyot bo'ling. Aka, nozigimman. Hijolat olmang, tog'a. Ustiga irg'ib borsa ham hech narsa bo'lmaydi. Bundan tashqari 10 yil garantiyamiz ham bor, 1 yil servis xizmatimiz ham bor. Buningiz haligi yomg'ir, qordan unaqa bo'lib ketmaydimi? Yomg'irga ham, qorga ham chidamli, issiqqa ham, sovuqqa ham chidamli. Andijondan Xorazmgacha filiallarimiz bor. Yaxshi. Nozigim! Ana yana bittalar siz. Menga qarang. Siz mana shu Nerzavikada stol qilib bermaysizmi? Unaqalar ham qilib beramiz. Yaxshi. Bu ketishda butun uyimni Nerzavikada qildiraman shekilli.